Leksiyimizni davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaşım. Beijing'de küzetkiçiler siyasi iqtisodga soğuk aqim mislisiz geldi. Li Keqiang bilen Xi Jinping keskin erişte mavzulu haber 1 ayının 25 günü Dovitor beti e'lon qilindi. Haber mundaq başlandı. Bir neçe 10 yıl uçurmağan zo'ravon podsho darajalik soğuk aqim Jungo'nun yerimini digide qaplab bir neçe gün o'tgandan keyin 1 ayının 25 günü çekindi. Lekin arqadella ulapla Jungo'da 10 neçe yıldan beri körülüp bakmagan yana bir soğuk aqim endile başlandı. 2016 yıl iqtisod sohasida soğuk aqim kelishga ergishib, Jungo'nun siyasi qatlamida fitna g'aybatlar ko'tarilishga boshladi. Yaqinda navbatdagi rahbarlik gruppasi yoki hukumat kabineti Jungo'da pul muomala krizisini hal qila olmaydi deydigan fikr tor batlarini aralab yurgandan boshqa, hatto Jungdan hayda ziddiyat chiqdi. Vazirlikka chang bir tarafga chiqarib qo'yildi deydigan fitna ig'volar yana ko'tarildi. Kompartiya eng zo'r krizisga duch keldimi? Yangi yil kirgandan keyin paychak bozorini to'xtatish tadbiri 4 kun yo'lga qo'yilib, aloqador organlar tarafidan to'xtatib qo'yildi. Shuningdek, keyin Jungo'ning yuqori qatlamida bo'linish holati paydo bo'ldi degan so'zda tarqalishga boshladi. 1 ayning 20 kunidan 23 kunigacha Shvetsariyaning Davos shahrida o'tkazilgan 2016 yillik xalqaro iqtisod munbiri yig'iniga Jungo'ning vaziri Li Keqiangning qatnashmaganligi Li Keqiangni chatga chiqarib etildi deyilgan gapga asos bo'ldi. Sözünün tarqalishiga sabab bo'ldi. Iqtisodning taraqqiyot tuvanga qarab serildi. Aksiya bozori gumron bo'lib, paychakni to'xtatish funksiyasi mag'lub bo'ldi. Xalq pulining qimmati to'xtamay tushishga boshladi. Kapitalning tashqariga eqib ketishi kun sayin og'irlashdi. Vaqt dal 2016 yiliga to'g'rilandi. Devlet reisi Xi Jinping ve onun kabinet a'zolari taqdirning qisılchiqiga qisilib qoldi. Devlet reisi Xi Jinping ve onun kabinet a'zolari taqdirning qisılchiqiga qisilib qoldi. Obzorchilar mundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi 1989 yil 4-iyun o'quvchilar vaqasidan keyin eng zo'r krizisga duch keldi. Agar Rais Xi Jinping xalqiliq paytda besimga bardoshlik berolmasa, Jungoning islohoti biroqli yo'q chiqadi. Rais Xi Jinping 2015 yil 10 ayning 29 kuni 18 navbatlik 5 umumiy yig'inning 2 navbatlik umumiy yig'inida nutq so'zlaganda mundaq ko'rsatgan. Keyingi 5 yil Jungoning taraqqiyoti ko'p taraflamalik xatarlarga duch keladigan 5 yil bo'ladi. Intayin zo'r xatarga duch kelamiz. Cümleden devletinin ichida iqtisod, siyosat, ideologiya, ijtimoiy xavf-xatarga duch kelsak, xalqaroda ham iqtisod, siyosat, harbiy ishlar xatariga duch kelamiz. Agar xavf-xatar oldida tik turolmasak, davlatning bexatarligi intayin zo'r tahdidga uchraydi. Rais Xi Jinping ta'kidlab shu chaqda mundaq ko'rsatgan. Her xil xavf-xatar yakki yegona kelmaydi. Bir-biriga giralishib ketgan xavf-xatar universal gavda paydo qiladi. Iqtisod bilan siyosiyning bir-biriga ta'sir ko'rsatishini nazarga olganda, Kompartiyaga nisbatan navbatdagi pul muomala sohasidagi tavrinishdan aytganda, avval Kompartiyaning siyosiy tuzumi ishonchlikmi yo'q? Mangay yo'li, tutqan yo'li ishonchlikmi yoki yo'q degan masalaga ta'sir qiladi. Besim kapital bozorida tez sur'atda tarqalib, ko'plagan pul muomala operatori ta'siriga uchragan bir vaqtda
pul muomala sistemasi inovatli qarz berish yo'li orqali amaliy gavdalik iqtisodga elib keladigan salbiy ta'siri daha zo'r bo'ladi. Undaqda Kompartiya iqtisod sohasida so'g'oq iqlimga qarshi turishga, taqobil turishga iroda qildimi? İrade qilish bu başqa bir ish. Bizning ko'z qarashimizcha taqobil turib, iqtisodiy kriz taqobil turishga iroda qildimi? İrade qilish bu başqa bir ish. Obyektiv iqtisodning obyektiv taraqqiyoti. Bu başqa bir ish, vatandosh.